Assalomu alaykum. Yana bugun Eynshteynning hayoti haqida suhbatlashamiz. Bu safar uning diniy sohadagi aforizmlar hamda hikoyalari bilan o'rtoqlashamiz. Eynshteyn ilm fan va dinni bitta daraxtning boshqa shoxlaridir deydi. Hamda yana bitta bir aforizmida fansiz din so'qirdir, dinsiz fan cho'loqdir degan fikrlari juda ham to'g'ri aytilgan deb o'ylayman. Undan tashqari bir kuni professor hamda talaba degan hikoyada professor dars o'tayotgan payti bitta talabani turg'izdi. Xudo bormi deydi. Albatta bor deydi. Shunda professor agar xudo bo'lsa, unda yomonlik hamda azob, uqubat nega bor deydi. Agar xudo hamma narsani yaratgan bo'lsa, demak yomonlikni ham u yaratgan deb aytadi, savol beradi talabaga. Talaba indamay qoladi. Shunda professor ancha mag'rurlanib qo'yadi. Men yutdim degan mazmunda. Shunda bir talaba qo'lini ko'tarib savol bersam bo'ladimi deb so'raydi. Shunda rozi bo'ladi. Talaba qorong'ilik bormi desa, professor albatta bor deb javob beradi. Shunda talaba adashdingiz. Qorong'ilik o'zi yo'q narsa. Bu yorug'lik bilan o'lchanadigan narsa. Demak, yorug'lik bo'lmagan joyda bu qorong'ilik nima qiladi? Bu yorug'likning yo'qligini ko'rsatuvchi kattalik deb tushuntirib beradi. Undan so'ng yana bitta talaba savol beradi. O'rtoq professor, sovuqlik bormi deb savol bersa, professor bulardan o'zing deydi, sovqotmaganmisan hech ham deb javob beradi. Shunda talaba yana adashdingiz. Sovuqlik yo'q. O'zi issiqlik bor. Issiqlik yo'q joyda sovuqlik bo'ladi. Demak, sovuqlik bu issiqlik yo'qligini ko'rsatib beradi deb javob beradi. Keyin yana savol beradi. O'rtoq professor, yomonlik bormi deb so'raydi. Shunda professor o'ylanib, ha degandek qilib bana qiladi. Yo'q, yana adashdingiz deb javob beradi talaba. Yomonlik yo'q narsa, faqat yaxshilik bor. Qaysi bir joyda yaxshilik bo'lmasa, biz uni yomonlik deb hisoblaymiz deb javob beradi. Bundan so'ng professor o'zi ham og'ir o'yga tolib, xato javob berganiga afsus qilib qoladi. Xuddi shunday yomonlik ham yo'q. Bu faqat insonlarning Xudodan uzoqlashish holatidir deb talaba nuqta qo'yadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.